Xo'sh, assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Xo'sh, bugungi darslikdan maqsad klassika qanday ishlashi va bozordagi oddiy holatlardan biri, ya'ni bir uslub qilib shuni o'zida ham nima deydi? Shu yo'nalishda o'zida ham bir uslub qilib, ya'ni bir strategiya yo'nalishida ishlatib foyda qilib yursanglar bo'ladi degan maqsadda va meni o'zim bugun 3 ta shunaqa holat bo'yicha zilka ochib, uchovida ham foydada turganim haqida gaplashamiz. Xo'sh, qani ko'rib chiqamiz. 3 ta zilka ochilgan, 3 ta parada uchovi ham foydada turibdi. Birinchi buni men sizlarga bir boshidan analiz qilib rekap keltirib beraman va keyin ko'rib chiqamiz. Birinchi biz qilayotgan ishimiz nima? Oltin instrumentida daily time frame ga o'tsam, daily time frame da oxirgi 3 kunimiz sell trendda ketadi. Sell trendda ketmoqda va haligacha sell trendda. Ya'ni 3 yulduzdan keyingisi nima bo'ladi? Albatta 4-inchisi ham qizil bo'lib berishi kerak, katta ehtimol bilan. Xo'sh, mana chunki mana e'tiborimiz mana qaranglar mana 1 2 3 va 4-inchisi oq bo'lib yopilgan. Eng oxirgi qizil shamdan keyingi 3 tasi oq bo'lib yopilgan. Eng oxirgi oq shamdan keyingisi 3 ta qizil, bunisi ham kakpolojni qizil bo'lib yopilishi ehtimoli bor. Birinchi sabab bu daily time frame bo'yicha. Endi bizni qilayotgan ishimiz hashturga o'tamiz. Hashturda o'tamiz. Dailyga bir qaytaylik, bitta narsa aytish esimdan chiqibdi. Dailyda eng oxirgi ishlamagan support zonani topib olamiz va yorib o'tdi, breakout bo'lmadi. Eng kamida shu joyga kelish ehtimoli bor deb bilamiz. Biz ehtimoli bor deb bilamiz, endi 100% narsa yo'q. Endi darsga davom etamiz. Darsga davom etayotgan bo'lsak, bizda nima? Biz dailyda bizni kutib olayotgan, kelish ehtimoli bo'lgan zonamiz bor edi. Xo'sh, mana bu zona. Ya'ni bozor oxirgi maksimumni yorib chiqdi va promoy ketib qoldi. Buni albatta test qilib berish kerak. Endi H4da bizda nima bo'ldi? Oxirgi marta maksimum va oxirgi marta minimum selga o'zgarib, trend o'sha selga razvorat qilib berdi. Endi biz nimani bilamiz? Eng kamida mana bu zonani test qilib bersa kerak menimcha deb bilamiz. Bo'ldi, biz qilayotgan ishimiz H1 ga o'tamiz. Va analiz. H1 ga o'tamiz va analiz. Endi analiz nimadan iborat? Birinchi o'rinda mana bu H4 da ko'rinsin bizda, keyin buni ham H1 da ko'rinayotgan qilib, udaltib qo'yibman. Hech narsa qilmaydi. Udaltib turaveraylik. Xo'sh, endi bizni qilayotgan ishimiz nima? Bizni dailyda kutib olishimiz kerak bo'lgan zonamiz bor, bu birinchi. Endi H1 da men bozorga qaradim va liniyaga o'tkazdim. Liniyada men nima ko'rdim? Bozorni ko'rish qanchalik oddiy, qaranglar. Yelka, bosh yelkani ko'rdim va breakout bo'ldi, retest ko'rdim va selga oqish ehtimolimiz bor edi. Endi men shamchaga o'taman. Mana o'sha yelka, mana o'sha bosh. Mana ko'rdinglarmi? Qanday holat? Bosh va yelka model. Endi bizda nima bor edi? Endi men yana bir marta liniyaga o'taman va mana buni men shablon sifatida buni olib qo'yamiz. Bizda nima bo'lishi kerak edi? Endi mana bunda men tushuntirib beraman. Bosh va yelka modelimizda bizda 3 ta maksimum va 2 ta minimum singan bo'lishi kerak eng kamida. Mana o'sha birinchi maksimum, mana ikkinchi maksimum, mana uchinchi maksimum va eng kamida bizda 2 ta minimum singan bo'lishi kerak. Bosh va yelka qonun qoidasi shunday. 3 ta maksimum va 2 ta minimum singan bo'lishi kerak. Endi bizda nima bor? Mana buni ham bekka qo'yib turaylik-da mana. Xo'sh, biz buni support zona deb olamiz. Support zona deb oldik. Bozor lekin nima uchun sal teparoqqa chiqib qaytdi, mana bu yerdan qaytmay? Bunga javob bozor bizda mana bu oxirgi tushib yorish jarayonida bozor nima qildi? Keldida bir orqaga qaytib, keyin yordi. Shuni hisobiga mana bu zona bizda flip bo'lib hisoblanadi. Va biz bu zonalarni belgilab olamiz. Undan keyin nima qilamiz? Belgilab olganimizdan keyin
mana bu yerda trend hech qachon tekis chiqmaydi. Mana bunday volnoобразный shakllanib chiqadi deylik. Mana qaraymiz. Volnoобразный shakllanib chiqadi, retest, bum qulash kerak. Biz bunaqa paytda nima qilamiz? Trend liniyani olib tasdiqlaymiz. Birinchi sabab bosh va yelka modeli sinishi, retest qulashimiz kerak. Bu birinchi sabab klassikada. Ikkinchi sabab bosh va yelka model shakllanish jarayonida nima qildi? Supportni yorib o'tdi. SBR bo'ldi, ya'ni support breakout bo'ldi, resistingga aylandi. Mana bu support breakout bo'ldi va resistingga aylandi. Qaytib keldi. Bu nima? SNR bo'yicha biz strategiyamizga to'g'ri keladi. Bu ikkinchi sabab. Uchinchi sabab biz nimamiz bor edi? Trend liniyamiz bor edi. Uchinchi sabab biz trend liniyamiz kelib yorildi. Trend liniyamiz yorilgandan keyin biz nima qildik? Biz keyin savdoga kirdik. Uchinchi sabab biz trend liniyamiz yorildi, keyin biz savdoga kirdik va atkatidan bitta tushib berdi. 3ta sabab bor. 3ta sabab. 4-sabab bizda flip entry. Flip, ya'ni bozor keldi, shpilkacha bilan flipni test qildi va ketdi. Qo'la berish kerak. Endi bu qayergacha kelishini biz qayerdan bilamiz? Bozorda oxirgi qanaqadir, как boya dailydan boshlab topib keldik, zonalar, shunaqa zonalarni kutib olamiz. Endi bozorda ko'rib chiqsak, mana e'tibor qilamiz. Bu idealni hech qachon qaranglar. To'g'ri, buni tushunib olishga endi hozir spesialni men o'rgatayotgan narsamni tushunishga demoqchi emasman. Obshi bu bozorga ko'z urgani, bozorda yaxshi tushunib olishga to'g'ri. Yillar davomida vaqt ketadi. Mana misol uchun bozor aytaylik. Mana bunday shakllanmaydi-da bozor hech qachon. Mana bunday ideal bo'lib shakllanib bermaydi. Har xil holat bo'lishi mumkin. Buni yana bitta holati bor. Ya'ni qanday? Ot mana. Yo'q, sal adashdim chizishda. Mana. Mana bunaqa holatlari ham bo'ladi. Ya'ni bizda nima bor? Bosh va yelkaning trend liniya modeli bor mana. Mana yelka, mana bosh, mana yelka. Flipdan kelib chiqadi. Biz bunda nima qilamiz? Biz bunda zonani mana bu maksimumdan olamiz. Maksimumdan flipga to'g'ri keldimi, trend liniya yorildimi bo'ldi. Bosh va yelka modeli bu ham. Bozor hech qachon idealni bizning ko'zimizga shakllanib bermaydi. Lekin mana bozorni ko'zimizda o'rgatishimiz kerak. Qaraymiz, bitta H4 ga olamiz. Qaraymiz, tushunmayapmizmi? Boshqa time frame ga olamiz. Ot mana, misol uchun mana bu yerda men hech narsa ko'rmayapman. Bu H1 ga olamiz. H1 ga olamiz. H1 ga olsak, ot mana. O'sha narsa mana. Xo'sh, ketdi mana. Yelka, bosh, yelka va flip mana bozor bir test qildi, ketdi. Breakout qildi. Endi buni retest va qo'la berdi. Mana o'sha model. Mana o'sha model va o'sha bo'yicha bugun savdoga kirganimda ham hozir ko'rsatib o'taman. O'zim savdoga kirganimda ham o'zim ko'rsatib o'taman. Mana o'sha model. Xo'sh, mana o'sha breakout, mana o'sha breakout. Bu breakout bizda qayerga to'g'ri keladi? Mana bu yerga to'g'ri keladi. Bo'ldi, breakout sell. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Endi buni biz shamchalarga olamiz. Endi savdoga kirish jarayoni qanday bo'ladi? Savdoga kirish jarayoni. Xo'sh, bizda nima bor edi? Maksimum bor. Oxirgi maksimum bor. Oxirgi maksimum bor. Maksimum tanlashda ham har qanday balandlik bizda maksimum bo'lib keta olmaydi. Esimizdan chiqarmaylik. Har qanday maksimum bizda balandlik bizda maksimum bo'lib keta olmaydi. Nima uchun mana buni maksimum demadim, buni aytdim. Yo'q, hisoblanmaydi. Nima uchun mana buni yoki misol uchun mana buni maksimum demayman men. Mana buni va mana buni maksimum deyman. Maksimumni ham tanlashda o'zining qoidalari bor. Endi bizda bosh va yelka modeli bor edi. Biz mana bu yerda liniyaga o'tamizda breakout bo'lgan zonani topib olamiz mana. Breakout. Men ko'rgan paytim, bozorda ishlagan paytim, bozor mana bu joyda edi. Hali mana bu yerga yetib kelmagandi. Xo'sh, endi davom etamiz. Shamchalarga o'tamiz. Shamchalarda bizni qilayotgan ishimiz soyalari bilan belgilaymiz. Xo'sh, o't mana soyalari bilan belgiladik. Oxirgi breakout zona bozor nima bo'ldi? Yorib o'tish jarayonida bir orqaga qaytdi. Bozor e'tibor qilamiz. Yana bitta narsani tushuntirib o'tayman. Misol uchun
mana bunaqa vaziyatda yo'q, boshqa chizmasam bo'lmas aka. Videoni YouTube'ga qo'yaman, videoni to'xtatib turib skrinshot qilib oldilaringga qo'yib kuzatsanglar bo'ladi. Misol uchun aytaylik, endi bitta bosh va yelka model emas, galava plitcho model emas, har qanday modelda ham ishlasa bo'ladi. Bozor bizda galava plitcho qilgandan keyin yoki har qanday qanaqadir zonani yorishdan oldin aytaylik, bozor lubo joyda isbotlab bera olaman bu gapimga javobini. Primo yorib ketib retes bo'ldim, bu uncha qaytmaydi, qaytib keladi-da, ketib yoradi. Islaringdan chiqarmanglar. Juda katta ehtimol bilan ozgina yuradi, ko'p yurmaydi. Ozgina qaytib kelib mana shu zona o'ziga retes berib bayiga ketib yoradi. Primo buzsa. Bu 100% degani emas, 10 tadan 8 ta 7 ta holatlarda. Bu degani juda katta ehtimolda hamma yorib o'tgandan keyin retesdan selga ishlayman deydi, bitta tushadi, hamma full tiqadi, nima bo'ladi? Retes bilan uchib ketadi. O'shaning uchun bozor shunisiga e'tibor qilinglar. Bizga keldimi oxirgi bizdagi maksimumni yarmiga yetmaslik darajasida. Mayli yarmiga borar, undan o'tib ketmaslik kerak. Mana shuni, mana shu oxirgi impulsni 0.5 ga yetar yetmas retes berib keyin buzsa, bu ketadi, dalsh ketadi. Eng juda kichkina nima deydi? Ilmoqchasini tashib ketish kerak-da bozor. Ya'ni ilmoqcha nima demoqchiman? Bozor retes bergandan keyin hamma mana bu zonada selga kiradi-ku. Ilmoqchani bekorga tashib ketmaydi bozor. Hamma mana bu zonada selga kirgandan keyin nima bo'ladi? Keldi, hamma selga kiradi, mana bu zonadan tepaga stop loss qo'yadi, yo'q, bozor mana shu ilmoqchadan flipdan ketadi. Bozor flipdan ketib beradi. Flip entry. Bunda ham nima bo'lishi mumkin? Shamcha soyasi bilan chiqib yangilashi mumkin. Tanasi pastda yopilib qolishi mumkin. Hamma stopini yig'ish maqsadida bunda ham. Lekin bizni qilayotgan ishimiz nima? Biz trend liniya tortamiz, yorilishidan sel kirib olamiz. Trend liniya yorilishidan. O'shaning uchun trend liniya yorilishlarini kutib, tasdiq bilan savdoga kiramiz. Yana bitta qaytaraman. Bozor primo 2 buzib ketdimi, u ko'pga bormaydi, kelib retes berib qaytib uchib ketib qoladi. O'shaning uchun bozor har doim o'zini ilmoqchasini tashib ketsa, ozgina orqaga qaytib keyin buzsa, ketadi bu. Dalsh flip o'ziga chiqib ketadi. Mana shu ilmoqchasi buni dalsh 4 ga beradi. Xo'sh, endi buni bozorda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, mana bu ahvolda savdoga kirdik. Ya'ni boshi yelka model va bozor keldi, tanasi bilan buzib o'tolmay ilmoqchasini tashib ketdi. Ya'ni flip qildi, buzdi. Keldimi, bu zonadan biz selga kirdik. Xo'sh, bu zonadan selga kirdik. Biz take profitimiz qayerda edi? Dailyda mana bizni kutib olayotgan zona. Daily bo'yicha eng kamida kelib berish kerak bo'lgan zona. Risk reward 1 ga 10 bo'lyapti. 1 ga 10 bo'lmasa ham men 1 ga 6, 1 ga 7 da kamida bir 70-80% ni yopib bezobetga qilib qo'yaman 1 ga 6, 1 ga 7 da. Chunki 100% hech kim bozorga garantiya bera olmaydi. Mana bu zona ham qaytaraverish xususiyatiga ega. Lekin bu zona nima uchun ishladi bizga? Bozor mana bosh va yelka modeli bor, yorib o'tdi bozor. Yorib o'tgandan keyin bizda nima bu? Flip bu. Flipga qayerdan keldi? Mana bu zonadan keldi. E'tibor qilamiz, bozor, men o'zim asosan smart moneyda ishlayman, klassikada ham juda ko'p hollarda klassikada ham ishlayman. Xo'sh, bozor men bir nima ko'rsatib o'tib ketaydi. Hech qachon o'zidan o'zi qayergadir yurmaydi. Hech qachon o'zidan o'zi hech yoqdan bu yoqqa qarab yurmaydi. Bozor ahmoq emas-da. Men ham 100% bilaman degani emasmi? Misol uchun aytaylik, bozor bay ketish kerakmi? Keladi, bayga keladi. Sel ketish kerakmi? Keladi, retes qulaydi. Keyin buni mana bunga dalsh mayli aytdik boya, ozgina ilmoqchasini tashlab flipdan ketadi dedim. Mana bunga test berish uchun ham mana shu qanaqadir zona ta'sir qilib qaytaradi buni. Bu ham orqaga qaytib ketish uchun ham mana bu zona o'ziga qaytarib beradi orqaga. Keladi, bu ham o'zidan ilmoqcha tashlaydi. Tushunyapsizlarmi? Bu ham qaysidir zonadan ana shunday zonadan zonaga yuradi bu. O'zidan o'zi hech qayerga ketmaydi. Mana bu zona bizga retest qilib beryapti, bu zona tushirib beryapti. Endi bu zona tushib beramiz, bu zonada ham ozroq to'xtalish bo'lib, impuls bilan tashlab berish kerak. Bozor bekordan bekorga bizga trend selga o'zgarib bermadi. Mana bu bizda globalniy trendlarning yorilishi, bu bizda ikkinchi sabab. Ya'ni maksimumlar va minimumlar bor. Minimumlar yorildi, retest sel bizda bosh va yelka modeli bor, globalniy trendlarning yorilishi bor, support bizda minimum yorib berilishi bor.
trend liniya yorilgani bilan minimum urilmasa biz savdoga kira olmaymiz. Har qanday sabablar bu. Va men nima qildim? Kanalga men signal berdim. Ya'ni mana bu trend liniya yorilishini kutinglar-da. Hozir men Telegramda ham ko'rsatib beraman. Kutinglar-da, savdoga kiringlar deb. Keyin biz nima qildik? Hammamiz kanaldagilar bilan bir bo'ldikda M30, M15 time frame ga o'tdik. M15 time frame ga o'tdik. Xo'sh, M15 time frame M30 ga o'tdi. Xo'sh, mana o'sha M15 time frame ga o'tganimiz. Men endi risk entry kirdim o'zim, tan olaman. Tasdiqsiz, o'zi bozorda juda ko'p kuzatgan odam ko'z o'rganib qoladi. Tasdiqsiz savdoga kirdim. Kanaldagilarga men ideya berdim. Mana buni minutlida ko'rinmayotgan qilib turaydi hozircha. Keyin qo'yib qo'yaman. Xo'sh, trend liniya yorilgandan keyin bozor nima bo'ldi? Mana trend liniyaga kelib tegdi. Orqaga bitta flip mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana aytay mana. Bozor kelib trend liniyaga tegdi, mana tegdi. Orqaga flip yorib o'tdi. O'sha flipdan biz savdoga kirdik va plus. Men kanaldagilarga ana shu flipdan selga kirasizlar deb aytdim. Bu birinchi сделка bu. Bu misol uchun men savdoga kirganimiz yo boshqasi emas, hech qanaqa web kanal yoki boshqa yo'qmanda. Xo'sh, biz take profitimiz bo'ladi. Bizda o'sha daily kutilayotgan zonamiz. Dailyda kutilayotgan zonamiz. Xo'sh, mana shu holatda men savdoga kanalga signal berdim. Ya'ni trend liniya yorilishi, katta time framelarda supportlar yorilishi. Xo'sh, H1 ga o'tamiz. H1 mana o'sha holat. Buni o'chirib turamiz. Mana o'sha holat. Prosta shpilkacha mana 1 ga 10 risk reward. Hozirda foydada turibmiz. Xo'sh, endi buni kanalda ko'rib chiqamiz. Kanalda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, trade. Xo'sh. 1 minut. Hoppa. Xo'sh, davom etamiz. Gold shunaqa ideya deb mana tashlayapman. Xo'sh, trend liniya va support. Gold mana. Xo'sh, mana o'zim ishlaganim Sellement 0 lot. Xo'sh, mana bosh va yelka modeli support mana trend liniya yorilishidan sell deb kanalga berganman. Mana o'zim shu joydan risk entry teparoqqa chiqqanda yana entry. Xo'sh, yana ko'rib chiqamiz hozir. Ili boshqacha modellari ham mana bosh va yelka modeli SNR resistance zona smart money bo'yicha boss va chok hammasi bu mana chok bo'ldi, boss bo'lgan, chok bo'ldi, support yorildi, retest sell mana kanalga berganman. 1 ga 4 risk reward bo'lgan payti FVG gacha berganman. Bu pastdagi zonalargacha o'zi kutish kerak aslida. Xo'sh, mana oldindan tashilgan gold H1 time frame boss bo'lgan va chok bo'lgan. Bizda sell zonalar bu dedim, lekin resistance zonaga kelib bizda tasdiq bergani uchun pastroqda yana signal berganman. Undan keyin Euro GBP. Xo'sh, men aytib o'tdim, eslaringda bo'lsa, 3 ta model bo'ldi dedim men. Uchinchisini ham ko'rib chiqamiz hozir. Xo'sh, mana o'sha gold bo'yicha hozirda foydada turibmiz. Xo'sh, Euro GBP. Ko'rib chiqamiz. Euro GBP ham foydada. Ya'ni Euro GBP ham xuddi o'shanda. Endi sal tezroq aytishga harakat qilaman, tushuntirib bo'ldim. Yelka, bosh, yelka mana o'sha ilmoqcha. O'sha ilmoqcha mana keldi, flip, retest, boom qiladi. Bu endi bizda qayergacha kelish kerak? Eng kami mana resistance zonagacha kelib berish kerak. Ya'ni mana bosh va yelka yorildi, retest yorilgandan keyin nima bo'ldi? Biz kutib olayotgan zonamiz. Xo'sh, mana flipdan selga qarab ko'ramiz. Bu birinchisi. Bozor kirib kelgandan keyin men nima qildim? M15 time frame ga o'tdim. M15 time frame ga o'tdim. M15 time frame ga o'tganimdan keyin meni qilgan ishim trend liniya yorilishidan kanalga sell oqamiz deb berganman. Trend liniya yorilishidan yorildi, atkat boom tashlab berdi. Bu bo'ldi, ketib berish kerak. H1 bo'yicha. Ya'ni chunki biz nima uchun trend liniya yorilishidan H1 da biz flip zonada turibmiz. Mana option resistance zona, mana bu bizda option resistance zona va bizda flip bor. Bu flipdan tashlab berdi. Eng kamida mana bu zonani test qilib beradi. Bu ikkinchi para.
Bu ham xuddi kanalga tashilgan, Telegram kanalga. Bu ham xuddi Telegram kanalga tashilgan mana. Euro GBP mana xuddi o'sha zona mana. Resistance zonaga kelamiz. H1 time frame. Bozor mana. Bosh va yelka model, retest qulaymiz deganman. Mana o'sha nima deydi? Namuna sifatida, shablon sifatida tashiganman. Faqat tasdiq bilan xuddi mana Euro GBP xuddi bir xil model. How USD bilan mana o'zimizning kanal. Xo'sh, mana How USD ni tashyapman deb orqasidan buni tashyapman. 20.48 da bu, 20.52 da buni tashyapman. Endi bu kunisi Euro NZda selga qarab ko'rmoqchiman deyapman. Euro GBP ni ko'rsatdim. Euro GBP ni ko'rsatishimning sabab shu, kak bilim almashish. Mana o'sha holat mana. Mana o'sha kecha chizib qo'yganim mana. Mana bu holatda turibdi, prosta rasmda mana o'sha holat. Endi xo'sh. Funt dollar ham bugun signal berdim. Signal berishimga sabab mana trend liniya yorilishi, flipdan selga ketgan ekan, orqasidan yana bitta dalifga qayoqqacha ishlamagan zonagacha. Xo'sh, undan o'tamiz euro dollar. Euro dollar ham nima uchun sel? Euro dollar shuncha vaqt mana impuls bilan bayda yurdi. Bizda ishlamagan zonalarimizga kelish kerak edi euro dollar. Xo'sh, biz nima ko'rdim? Trend liniya yorilishi, euro dollar H4 time frame'da support zona borligi, trend liniya yorilgandan keyin bozor kelib, ichki trend liniya yorilishi atkatdan sel. Bu ham kanalga berilgan, Telegram kanalga. Buni ham hozir rekap qilib beraman. Xo'sh, Audio USD take profit mana bu trend liniya nima uchun? Mana support zona keldi, razvorot, atkat buy. NZD USD bu zonani kutib o'tiribmiz hozirda qaysi pari? Euro NZD. Buni ham tushuntirib o'tib ketaman. Bu ham bir darslik bo'ladi. Yaxshilab e'tibor bilan ko'rishlaring kerak buni ham. Euro NZD g'osh mana. Bu hozircha foyda turibdi. Nima uchun bu mana? Xuddi mana shuni kanalga tashiganman, faqat mana qaraymiz, liniya mana. Liniya qilib tashiganman kanalga. Bu ham kak bosh va yelka model. Xo'sh, mana o'sha Telegram kanalda mana liniya qilib tashiganman, shu yerdan sel ketamiz deb tashiganman H1 time frame. Ot mana H1 time frame liniya mana bu zonadan qulaymiz deganman va qulab ketyapmiz hozircha. Nima uchun sabab? Menda bitta flip bor va ikkinchi mana bu trend liniya zonalardan men selga qarab ko'rmoqchi edim. Bitta, ikkita. Ikkinchi trend liniya mana flipimga to'g'ri keldi. Shuni hisobiga men selga, ya'ni nima demoqchiman? Bozor boya aytib o'tganimdek hech qachon mana bunday ideal shakllanib, orqaga qaytib mana bu shaklni qilib bermaydi. Unda hamma milliarder bo'lib ketish kerak. O'shani hisobiga bozorda bizda har xil holat bo'ladi. Ya'ni mana aytaylik mana. Ot mana shu holat hozir bizda bor edi. Ya'ni bizda nima? Trend liniya. Mana bosh, yelka bosh. Bozor aytaylik mana. Bozor misol uchun mana kelyapti-da, bosh va yelka model qilib, mana maksimumni yangilayapti-da, bosh va yelka model qilib qulab ketyapti. Qayergacha? Mana bu ishlamagan FVG zonamizgacha kelib berish kerak deb bilamiz mana aytaylik. Bozor oddiy zonadan zonaga yuradi. Shu faqat bozorni ko'rishni bilish kerak. Shu spesialni, idealni mana bunday shakllanib bermaydi. Mana buni ham qaranglar, turishini mana. Polностью o'chirib tashayotgan bo'lsam, mana. Qaranglar mana. Bitta qaraganda ko'rish qiyin bu narsa. Lekin mana ma'lum. Xo'sh, mana yelka, bosh, yelka dedim, mana bitta flip bor bizda, bitta orqaga qaytish, retest qo'laymiz deb plan qildim. Va bekaman liniyaga o'tdim. Xo'sh, mana minimumlarga trend liniya tortdim. Bu birinchisi. Xo'sh, mana. Endi nima bo'ldi menda? Shamchaga o'tsam, bu bizda mana bosh va yelka model, mana o'sha. Mana yelka bosh, mana u flipcha. Ya'ni almoqchi, eslaringdan chiqarmanglar. Flipcha har doim bo'lish shart. Keldi mana. Bir orqaga qaytdi, yelka bu orqaga qaytdi, flip, retest. Mana shu zonalardan sel. Mana shu atroflardan sel qarab ko'rishimiz kerak. Ot mana minimumni ham qo'shib olaylik. Men o'zim sel order flow savdoga kirdim. Euro NZD da. Hozirgi paytda savdoga kirganman.
hozirgi paytda mana shu zona, mana shu pilladan savdoga kirganman. Stop loss sal mana shu atrofda, tek bu yoqda. Lekin ketib berish kerak. Endi biz mana bu ikkita minimum va maksimum qo'shib olamiz. Vot mana. Boya aytganimdek, videoni orqaga qaytarib boshroqini ko'rsanglar, yonbosh bo'lgandan keyin mana bu birinchi yelkani maksimum va ikkinchi bo'yinchasi olinadi. Qisqasi mana shu zonani zona qilib oldim va savdoga men market qilib kirib yordim endi. Sal vaqtliroq balans ko'taradi manda shuni hisobiga. Kirildi va sel kutib o'tiribmiz hozir. Xo'sh, darslikning maqsadi shu. Bosh va yelka modeli nima uchun savdoga o'zim o'rgatganimni hisobiga savdoga kiramanmi yo'qmi shuni ko'rsatmoqchiligim. Shu maqsad shu. Xo'sh, mana men o'zim mana savdoga kiryapman. Goldda H1 time frame 0.50 lot bilan selga kirdim. Bu birmi? Xo'sh, euro dollar H4 time frame selga mana maksimumlarda yorildi. Bosh va yelka model mana euro dollarga qaytaylik-da. Euro dollar qayerga ketdi euro dollar? Xo'sh, harakat euro dollarda ham savdoga kirishimizga sabab nima? Xo'sh, mana trend liniya selni tozalaylik-da. Xo'sh, mana pastroqqa tushib turdim, keyin bilan sal ko'taramiz tepaga. Xo'sh, mana tursin. Xo'sh, men qilayotgan ishim liniyaga o'tdim. Har xil qarab ko'raman-da, misol uchun bozor tushunmayapman mana. Yelka, bosh, yelka deb olaylik, mana flip bor, yorildi. Mana shu zona yorildi mana. Yorildi, retestdan bo'ldi qulaymiz. Nima kerak yana bizga? Ya'ni bozor nima ko'rdim men qulashimga sabab birinchidan bu, ikkinchidan primoy tarjok bilan chiqib ketgan. Buni qachondir test qilib berish kerak. Test qilish uchun bozor razvorat qilib beradi. Razvorat qilish uchun nima bizda? Smart money bo'yicha qarasak, boz, chok bor. Xo'sh, SNR bo'yicha qarasak, bizda supportlar breakout bo'ldi. Har tomondan bozor selga o'zgarib berdi bozor. Nima uchun? Selga o'zgarishdan maqsad pastdagi mana bu likvidlarni tozalash, ya'ni ishlamagan zonalarni kelib qoplab berish. Bozorning maqsadi shu. Ishlamagan zonalarni qoplab berish. Bo'ldi. Boshqa narsa yo'q bozorda. Xo'sh, mana. Bo'ldi, endi kutib o'tiramiz. Xo'sh, qachon va qayergacha kutamiz? Bo'ldi mana. Ya'ni bizda ishlamagan resistance zona. Endi men juda globalni keng qilib olib ko'rsatyapman, juda sal tezroq va shtobi zapis cho'zilib ketmasin deb shuni hisobiga. Bo'ldi, biz kutib olayotgan zonamiz shu. Ya'ni bizni qilayotgan ishimiz bosh va yelka model bor, support breakout sinishi bor, resistance sinishi bor, boss va chok bor, smart money, SNR bo'yicha, klassik bo'yicha har tomonlama mana trend liniyalar yorilishi bor. Hamma sabab bormi? Biz zonaga kelganda biz bitta trend liniyacha tortib olamiz, yoralar atkatidan qo'llaymiz. Zonaga kelganda 100% ketadi degani emas. Zonaga, ya'ni biz aytaylik mana. Qanaqadir misol uchun mana flip zona deylik, mana buni mana breakout bo'ldi. Flip zonaga keldimi? Flip zonaga kelishida nima qilamiz biz? Shunday bitta trend liniya tortamiz, kelib yorilib retest beradi, bo'ldi, savdoga kiramiz, stop loss shuni tepasi, bum oqadi. Menimcha darslik tushunarli bo'ldi deb o'ylayman.